Nima bo'lyapti degani mana shu bo'ladi. Mana bugun trendda yangilik bo'ldi, xudo xolasa. O'zimizni Urganchdan 15 kishi, 13 kishi bo'lib kelishdi. Ukalam juda ham xursand bo'ldim. Haligacha bizni dargohimizga buncha sinfdosh uyushib kelishmagandi. Ular o'zi 99-yil qaysi sinf? B sinf. Ikkita qo'shilgan. B sinf 99lar, gap yo'q. U bilan o'zi oqibatdan ko'z tiymasin. Shunchalik sababchi bo'lgan ukamiz ham o'zi hammani yig'ib uyushtirib. Hop, kamchilik bo'lmadimi? Go'shtlarimiz yoqdimi? Hop, go'shtimiz haqida bir fikr bildirib qo'yingchi. Mazasi qanaqa? Mazasi zo'r. O'zimizga qoldi. Yana keladigan qilib, qolasa qolganlar ham qator bilan hammasi olib kelasizlar. Kelmaganlarga kelish kerak. Niyat bor. Mansurbek aka bacha yaxshimi? Zo'r. Sog' bo'linglar. Yaxshilikda shuning uchun uzoqdan keldik-da. Kelmagan oshlarimizdan aytamiz, Asadbek, Bezodbek, Bunyodbek oshlarimizdan Allohga ishingiz yo'q. Rahmat aka. Sog' bo'linglar. Sizlar kelib borasiz. Mansurbek o'zim xizmatdaman. Sog' bo'linglar.